Urumchiga ketdik. Mana ko'pchilik so'radi, avtobusda boramiz, arzonroq bo'lsin deb juda ko'p odam kommentariy yozdi va o'zimga yozdi, Telegramlarga yozib tashlashdi. Xo'p, aka nima qilamiz? Nechi pul avtobusda? Avtobusda $250. Xo'p, Xizmati avtobusda borib kelish, 5 kecha mehmonxona. mehmonxona ham ichida. Mehmonxona ham ichida. Xo'p, samolyotda bormoqchi bo'lganlar. Samolyotda bormoqchilarning 13-iyunga Xo'p, Farg'onadan uchish $450. $450 ichida mehmonxona 5 kunligi? Yo'q, 1 haftalik. Bir haftaligi. 1 haftalik. Hamma narsasi bor ichida. Hamma narsasi. Bu odamni menimcha ko'pchilik tanimasa ham, lekin ovozini eshitgan, chunki Kitaygo men ko'p reklama qilganman. Ishonchli firmalardan Kitaygo. Aka bo'lmasam, past raqamingizni qoldiraman. Bo'ldi. Odamlar bog'lanadi sizga. Men bilan nechinchi kun ketamiz? 10-iyunda inshaalloh. 10-iyunda yana avtobusda men aka avtobusga mehrim tushib qoldi-da. Birgalikda ketamiz avtobusda. 10-iyun kuni birgalashib avtobusda Urumchiga boramiz. Past raqam qoldiraman. Kim bormoqchi bo'lsa, ketdik, birgalashib boramiz. Samolyotda og'irlovchilar uchun samolyot ham bor. Samolyot ham bor. 13-kuni ular yetib borsa, Urumchiga. Biz avtobusda 13 kun yo'lga chiqib kutib olamiz. 12-kuni biz yetib boramiz. 12-kun yetib olamiz. Xullas, samolyotda bormoqchi bo'lganlarni ham o'zimiz kutib olamiz o'sha yerda. Birgalashib bozorda o'rganamiz, arzon tovarlarni o'rganamiz. Ketdik.